Aka barqaroring. Aka barqarorsizmi? Yo'q, Oliyda buni nafsiz davolanayapsiz. Oli, bo'shatib qo'ying. Nimaga biz qo'yib qo'ygan narsamizni yana olib tashlab o'zingizga ayni devorni bo'ldi siz ham olib keyin bizni territoriyada turadi. Ishingizga yopamiz, qachon suv hal bo'lgandek ochasiz. Yutib chiqsiz. Kelishingizni qo'yasiz. Bo'ldi, men sizni ishingiz. Biz berdim deyapsiz. Siz ular bergani yo'q ham. Men berganman. Olib kirib qo'ying. Siz ham yo'lingiz qo'yasiz. Sizni gapingizni men eshitib bo'ldim. Siz o'zingiznikini gapiryapsiz. Siz o'tgan juma kuni gapirayotgandingiz. Adetdanki, soat 1:30dan keyin. Bir hafta kutdim. Bir haftada kutadim sizni. Kelishingizni. Qachon kelar ekan Islomxonda? Aka, olib kiramiz buni. Kecha sizga aytgani degan, bo'ldi degani. Islomxon kelib, rahmat qilmay, ishingizni yo'q qo'yamiz. Yo'q, o'zi gapimiz tugadi. Olib kirish. Bola olib kirib keyin, uzoq ikkiligini javob beramiz. Ya eshitmaymiz. Qolamiz. Ama yapma. Bu takayüz nima bo'lishini ko'rsatdim. Bu ko'rsatmasangiz nima bo'ladi? Voy deysiz-da, bu konsiz olchama. Qayga qildi nima zayba? Bo'ldi qilyapti. Nima bo'ladi? Yuristlar sizlardan nima bor? Sizdan vaqt bo'lyapti. Bu bajaryapti. Qanchalarni sizdan Anga vaqt ochayapti. Nima bo'lyapti? Nima qildi? Men senga yurtga Qavusini uchun to'layapman.
Mani territoriyamda. Sud qaror mani territoriya. Yutib qo'ying. Qancha gaplashaveradi? Bo'ldi. Aralashmaysiz. Gaplashaman. Shirgim bu. Gapiraring. Elam vaqt eshitmayman men sizga. Menga kelyapti. Mani ishim birsiz. Men mashinani ishlatmayman bo'ldi. Mani ishim mana shu. Mani ishim mana shu. Bo'ldi ishimni yetkazib qo'yadi. Qurmaydi. Bizda qaror qilmaydi. Mani maniki bu. Yo'g'on maniki. Bozor xodimlari Aziz aka, Olim aka, Zapon, Dilmurod, Ko'rvoliylar 70 yoshli dadamiz sig'di kunida mana shu yo'qonasiga keldim. Ustimdan 102 qilgan ekansizlar. Labzlaringga ishonib men borib gipskardonni yechdim. 2024-yil 23-iyul hozir mana soat 1dan 20 ta o'tdi obedda. 13:20 bo'ldi. Xullas meni 70 yoshli dadamiz sizlar shunchalik sarson qilyapsizlar. Noqonuniy qilgan ishlaring bo'yicha hali javob berasizlar. Menda audio zapslar hammasi bor. Shu kungacha indamay turdim. Arzimagan tirnoqda uchiday narsaga menga ma'muriy qilib 102 qilgani uyalmadingiz ham beylamiz. Sen tirranchalar hali qarab turgin. Men qo'limdan kelganini prezidentgacha boraman. Otabek Umarovga chiqaman. Amirxon Umarovga chiqaman. Sen bozorda tirranchalar, men dadam 70 yoshli dadam qilgan ishingga javob berasan. Men senlarni kechirib, labzingga ishonib borib gipskardonni yechdim. Sen maydalashyapsan sen azizlar. Xafa bo'lma. Prezidentgacha boraman. Amirxon tok shougacha borib o'tiraman. 70 yoshli dadamiz sarson qilganing uchun. Qo'qon shahar Maribjon Usmonov hokimni gapini quloq solmaganing uchun, o'zlaringdan hokimiyat yasab olganlar uchun hali javob berasan prezident. Bozordagilar shunchalik nima bo'lib ketganmi? Razil bo'lib ketganmi? O'sha pul bilan bola chaqasiga olib boradimi? Bitta bloger bizni tarafimizni olib, haqiqatni chiqarib berganiga, biz qo'limizdan ishlamak kelmay o'sha chiqarib berganiga, o'sha blogerni qamatib bersang, o'sha joyini beraman deysanmi? Insofing bormi senlarda? Nimaga endi uni qamatamiz? Bizni kimda o'ylayapsan sen? Shunchalikka bordingmi? Qanaqa odamda farzandsan sen? Mana shunchalik borsan. Qo'qonda bunaqa odam yo'q deb o'ylardim men. Sandaqangi ifloslar ham bor ekan mana shu yerda. Nimaga endi birovni qamatishimiz evasiga bizga joy nima qilasan? O'zimizni joyi yo'q. Joydan ketsa kechamizki birovni qamattirmaymiz biz. Derazamni yopib tashlayapsan. Derazamizni yopib tashlayapsan. Yopmayman 10 ming dollar ber deyapsan. Insofing bormi? O'zimni derazamni o'zing yopib tashlayapsan. 10 ming dollar bersang olib tashlayman deyapsan. Ey insofingga sana. O'zi xo'jayining chiqsa manaqa. Qadey laqdaylar chiqolmay. Senlar yugurday laqday bo'lsang. Insofing bormi senlarda? Pul uchun vijdonini sotyapti bu aziz olimlar. Shuncha topganing yetmaydimi? Prezidentgacha bormasdan 19 ta do'konni 38 ta do'kon qilib 10 ming dollardan 380 mingga sotyapsan. Qani sotga beraman, unga beraman deb 80 ming dollarni naqaga ulashib gapingni ma'qul qiladigan bo'lsa 300 ming dollar qolyapti. Qonunga sana. Chiqsin, mana qonuniy bo'lsa, o'zi labz qilgan joyiga chiqsin. Shuncha do'kon biz qanaqa qilib o'zimizni mulkimizni sotib olamiz? Bizga birov bir so'm pul bergani yonib ketganda. Biz o'zimiz qurdikmiz. Bizni ustalarimizga ne abet olib do'konimiz yonib ketganda hamma yoq to'g'rilab beraman dedi. Qilib bermadi. O'zimiz 3 ming 4 ming dollarga plitalarni almashtirib hamma yoqda remont qilganimizdan keyin endi mana deyapti. Yonib ketganda arqa eshigimiz bo'lmaganda hamma narsamiz yonib ketardi. Yaxshi ham o'sha arqa eshigimiz bor ekan, sallar yopib qo'yaman degan eshik bor ekan. Yarim molimizni o'sha yerdan olib chiqib oldik. Endi yana yonib ketadigan bo'lsa, olib chiqadigan eshigimiz yo'q.